Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün Kitabul İlim'niki tövenlik babıda yani Peygamber aleyhissalatu vesselam yalgan etkan kişininki günahı hakkında mundaqdaydı. Bu 108. numurluk hadis bizge Ebu Ma'mar hadis sözlep bergen edi dep şundaqdaydı İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi. Ebu Ma'mar özünki ustaz boldu, başta ötep boldu. İsmi Mek'adi yoki Munqiri namı bilen meşhur. Bu kişi dedi bizge Abdülvaris hadis sözlep bergen edi deydi. Bu kişinin tercümalım öttü. Abdülvaris ibn Said ibn Temimi namı bilen. Ondan başka bu adam neydi mesela? Bu kişi Abdülaziz'den, Abdülaziz ibn Suheyb diyen kişi. Hem Abdülaziz diyen kişiden rivayet kılınmadı da bu hadisemde. Abdülaziz dep Enes mundaq degan edi dedi. Enes kim o deganda Enes ibn Malik peygamberimizin sevimli sahabelerden. Hakikaten sizlarga mening ko'p hadis so'zlab berishdan cheklab qo'ydigan bir ish bor. Ma'lum bir ish bor. Shu ish meni cheklab qo'ydi. Deb boshqalarning diqqatini chekyapti bu savol orqali. Peygamber sallallohu alayhi vasallam mundaq degan edi, kim men qasddan yolg'on etsa, bu odam o'zining davzaqdagi o'rnini tayyorlab qo'ysin. Deb shunaq degan. Mush hadis mening ko'p hadis so'zlashimni cheklab qo'ydi degan. Hamda nimishqa bunday bo'ldi degan vaqtida ko'pincha hamda ko'p so'ziga odamning xatolikqa duchor bo'lish ehtimoli nihoyat ko'p. So'ng so'zni nihoyat oz, nihoyat soz, temkinlik bilan o'ylanib qo'ygan yaxshi. Ulamolar shunaq degan, so'zni ko'p qilgan odamning xatoligi ko'p bo'lar deb. Amaliyotda shu bilgan so'zni yaxshi bilsa, puxta biladigan vaqtida bilgancha, bilganga loyiq ko'p so'z demaydi. Bilgan ahvolasida. İmam Bukhari rahmetullahi alayhi 109 numaralı hadisde mundaq deydi. Bizge Mekki ibn İbrahim hadis so'zlab bergan edi deb shunaqda. Bu kishinin tercümalı o'tdi. O'zi Afg'onistondagi Balahliq adam ayni vaqtdagi İmam Bukharining ustozlaridan. Bu zot deydi bizge Yazid ibn Abi Ubayd hadis so'zlab bergan edi deb shunaqda deydi. Bu kishi 177'de yak 176 yilları o'lib ketganlari xotirlangan. Sahabalardan Salamet ibn Akva degan sahabiniki azadkirlardan bo'ladi. O'zi Bani Aslam jamoatidan. Bu kishi hamda Salamedan hadis rivoyat qilyapti. Salame hozir biz gapini chiqqan Salamet ibn Akva degan sahabi shu. Peygamberimizningki buyuk jangovar sahabalardan Rizvan bay'atiga qatnashgan. Shu kishi Payg'ambar alayhisolatu vasallamga 3 qatim bay'at bergan. Bay'atning 5'da, o'ttirda, oxirida. Bu nima degan vaqtda payg'ambarimizga bo'lgan bu odamniki muhabbati, ixlosi aks etgan bu orqali. Ilmiy jihatdan ilbitqa vaqtida bu odam 77 dona hadis rivoyat qilgan. Bu kishi 74-yili 80 yoshda Madina vafot bo'lgan. O'zi nihoyat bek puxta, nihoyat mahir bir o'qiyotchi bo'ladi uning ustiga. Onun üstüge sahabalarning ichida Beknat yugurish musobaqasida birinchi. Bu kishinin oldiga kirilgan sahabi yo'q yugurishda. Hatto otning oldiga kirib ketalaydi. O'zi nihoyat yaxshi fozil sahabalardan. Bu kishiniki musulmon bo'lish asosida bir qiziqarli bir voqelik bayon qilingan. O'zi Madinalik emasda, Madina sirtida yashagan, ya'ni Bani Aslam jamoatidan, qabilasidan bu odam. Bir qo'yayotgan mezgillar bo'lsa kerak, bir bo'ra bir kiyikni olib qochibdi-da. Olib qochgandan keyin bu qo'g'lab berib, bu odam o'zi yugurishchi emasmi? Ay shu bo'rdan kiyikni qutqizibdi bu odam pat. Qutqizib olgandan keyin bu bo'ri gap qilibdi-da hamda. Bu bir mo'jiza bo'lsa kerak hamda Alloh alam. Voy sana Alloh taolo menga bergan rizqni menda tatib olding-da. Bu yoki bu seniki men nima yeyolmasam, men o'zim o'ljag'an bir mol tursa, kiyik tursa deb shundoq degandan keyin o'zining do'stlariga "Voy Alloh, bu ajoyib ish, bu bo'rim gap qildikna" deb bayron qilib o'ziniki oyog'ini bosaman shu gapni qilgandan keyin bo'ri mundoq debdi. Buni da hayron qilib o'tamsan. Payg'ambarimiz shu xomliq malda sizlarni Allohga ibodat qilish chaqiryapti, lekin sizlar butga ibodat qilishni tanlab oldinglar dedi. Madina shu vaqtida Arab yerim oralidagi xo'man ko'p chiqilgan
Arablarniki bir beg'i hisoblanadigan o'rinlarning biri. Shu gapni anglagandan keyin darhol Rasulullohning qishig'iga yetib berib, men musulmon bo'lgan edim deydi bu kishi. Endi bu hadis ham 3 raviydan rivoyat qilingan. Bu shu hadis ilmida hamda rivoyatlar ichidagi eng kuchli, eng nodir sanaladigan rivoyatlar sanaladi. Chunki biz boshda o'tdik, bir necha hadislar 5, 6, hatto 4 raviydan rivoyat qilingan. Ma hadis bo'lsa Peygamber Aleyhisselam bilan İmam Buxoriyniki orasida faqat 3 raviy bor. Birisi Makki ibn İbrahim, yani birisi Yazid ibn Abi Ubayd, yani birisi Selimet ibn Akva. Bu nadir kam topilgan sanatlardan. Sahih Buxoriyni biz o'qiyotganimizda tunji qatim mush rivoyat uchurda, mush 3 sanatlik raviyning rivoyati tunji qatim uchirishi bu yerda. Birincisi mesela Mekke ibn İbrahim, bu kişi Ebu Hanif'nin şagirdlerinden özü tabi'in Enes ibn Malik'nin kögellik rivayet kılınan bu adam doğruluk. Demek bu hadise Selamet ibn Akva mundaqdaydı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ki mundaq deganligini anlagan edim. Kim mening üstümge yak manga men demigen bir gapni deb mening üstümden to'qiydi ekan, bu adam davzaxtiki o'rnini tayyorlab qo'ysin. Ya'ni davzaxtdan o'ziga joy rastlasin dedi. Payg'ambarimiz bu yerda oda juda bo'layotdi yolg'onchilikdan. O'z nomida yolg'on so'zlagan odamga nisbatan. Nemişik Peygamberimiz bu jihatda bek bundaq bir kuchlik puroq bilan gap bo'ldi deganda, bu Rasulullohning nomidan yolg'onni to'qish shariatga, islomga qilingan bir jasorat, jur'at bu. Bu qo'rqmaslik bu. Bu qo'rqmaslik, bu yerdagi jasorat, ayib, nuqson yoki bu kishining qalbidagi bir ig'ir kasal, bir marazlik bo'lg'achqa Peygamberimiz bu yerda taxim ta'kidlayotdi. 110 numaralı bu hadisimi İmam Buxoriy rahmetullohi alayh yuqoridagi babga munosabatli bu hadisni aytibdi. Ya'ni Peygamberimizga yolg'on aytishninki gunohining ig'irligi haqida to'xtalgan bu hadismi. Bizga Musa hadis so'zlab bergan deydi İmam Buxoriy rahmetullohi alayh. Musa kim u degan vaqtda Musa ibn Ismoil Munqari bu odam boshda o'tib bo'ldi. Bu odam dedi bizga Abu Avana hadis so'zlab bergan deydi. Abu Avana Vazzah al-Yashkuri degan odam shu. Bu adam hem de Ebi Hüseyin'den. Ebi Hüseyin'in ismi İman ibn Asim, Kufilik adam. Öz tabi'in Abdullah ibn Abbas da okugan. Bu adam da hadis anlagan. Mesela bu adamdaki şagirdler mesela Şubat ibn Haccac, Süfyan Sevri, Süfyan ibn Uyeyne qatarlıqlı şagirdi buldu. Nurgun keyinki raviler, muhaddisler bu kişininki şagirdleri sanıldı. Özüne ait şencelik mezmut adam. Hadisni yaxshi biladigan, sunnatga amal qiladigan buyuklardan, Kufidagi mashhur hadisshunoslardan. Bu odamniki hamda 400 hadis rivoyat qilib qayd qilingan. Endi bu islomiyatning dastlabki bosqichlari buni ko'p hadis hisoblanadi shu vaqtga nisbatan. O'zi Osmon Zimchidi deydi. Ya'ni Osmon roziyallohu anhu tarafdori edi. Bu odam 128-yillari atrofida o'lib ketgan. Bu zaten Ebu Salih'ten hadis rivayet kıldı. Ebu Salih'in ismi Zekvan namıyla meşhur başta öttü. Bu kişi Ebu Hureyre uzun ustazı. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan bayan kılıvatı. Ebu Hureyre peygamberimizin en söyümlük, en köp hadis rivayet kılan Allah'ın sahabulardan. Bu zat peygamber aleyhissalatü vesselam'da hadis rivayet kıldı. Peygamberimiz için aklaptı. Benim ismim bilen özağını atsanlı buldu. Yani ismimni kullanıp isim koysanlı buldu. Muhammed, Ahmet, Mahmud diyendeki isimlerinde. Bu peygamberimizin isimleridir. Ama benim kunyerimni işletmenler dedi. Kunyesi peygamberimizin Abul Qasim degan kelime Resulullah'ın kunyesidir. Bu kunyerimni işletmenler dedi. Hem de kadimden tatip hem de Araplarniki adetide bir adamni hürmetlemek bolsa yoki chaqirmoqchi bolsa, uni o'zining kunyasidan chaqirib, ismi bilan chaqirmaydi. Masalan, bolasining cho'ngi bolsa, ismi mesela Muhammed olsa bolasining cho'ngi Abu Muhammed. Mesela Zeynep olsa Abu Zeynep. Bundagi Muhammedning dadasi Zeynep, Zeynepning dadasi degan bo'ldi. Hozir qadar bu odat Arablarda saqlanib kelgan. Hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisindeki kelib chiqishining sababi bir adam Peygamberimiz bir bazı sorunda yani bir adamni Abul Qasim deb chaqirdi-da, bu kishiniki ismi Abul Qasim ekan shu vaqtida.
Peygamberimiz mi qarab qaldı yani. Men to'liq o'xshaydi deb qargan bo'lsa kerak. Bu adam dedi ki ya Resulallah men sizni maqsad qilmagandim. Falan adam dedi ki peygamberimiz şu vaqtida bundaq kunyarimni ishlatmanglar dedi. Sebep bu yerda gangirash paydo bo'lib qolmasin degan maqsad qilgan bo'lsa kerak vallohu alam. Shuning uchun bir qism ulamolar bu yerdagi mening kunyarimni ishlatmanglar, mening kunyarimni bilan to'limanglar degan so'z Peygamberimizin zamanında şu devirde çeklengen Peygamberimiz vefat bo'lgandan keyin buni ishlasa bo'ladi deb qaragan. Shuning uchun vatanda Obul Qasim ismi bilan nayet nurg'un kishilarimiz bor. Mesela dağınlıklarımızın Davut Obul Qasim deyimiz, şunda isimlarda mesela. Yani birisi Peygamberimiz kim meni tushida ko'rsa, bu adam meni haqiqatan ko'rgan bo'ldi. Çünkü şeytan mening sürtümge kiremmaydi. Mening sürtümde görünmeydi başkalarga degan Peygamberimiz. Endi Peygamberimizniki bu müminlarniki tushiga kirish ahvoli o'xshamaydi. Mesela bazı Peygamberimizin o'zi shakli tushib kirishi mumkin. Ba'zida Peygamberimizniki xitob qilingan holatlar ko'rilishi mumkin. Rasulullohning surati ko'rinmay masalan-ku. Bu avvallar ko'pincha bo'lgan avvallar. Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyh bu peygamberimizni tushida ko'rdigan, ko'rgan ayni davrda bo'lgan voqeliklarni bayon qilib o'tib, Hindistondagi ayni vaqtdagi nayt mashhur ulamo solihlarniki ma'lum voqealarni bayon qilibdi. Biz buni ko'pchilik tanishtirib o'taylik. Ayni vaqtida Hindistonda o'tgan nayt donliq bir ulamo bor ekanda shu vaqtida. Bir odam bir tush ko'ribdi, tushida Peygamberimizni ko'ribdi, lekin aroq ichgan degan bir xitob kelibdi-da tushida. Shu vaqtida Hanifilarning donliq ulamolar bor ekanda, Sheyx Ali Muttaqi deymiz, Sheyx Muhammad Tohir deymiz. Bu şu Mevlana Abdulhay deymiz. Bu şu davrdagi Hindistondagi eng büyük ulamolar bo'ldi deb yerda. Shuning bilan bu olimlarning qishiga bu odamni kelib turib, men Resulullah'ni tushimda ko'rdim. Ammo lekin meni aroq ichdi degandan ulamolarni hayron qilib bu savolga qarta. Seni Peygamberimiz aroq ichma degan bo'lishi mumkin, lekin shayton seni oxirida ozdirib, keyingi shu tushingning oxirgi bosqichda masalan Resulullah'ni ko'rib bo'lgandan keyin demakda. Shu oraliqda seni ozdirib, sening esingda qolib qolgani shu aroq ich degan kalima bo'lib qolishi mumkin. Deb shunaq debdi. Deb bo'lib, sen aroq ichgan odam kelsa, rasmiy olganmi deganki bu odam men aroq ichdim deb iqro qilgan debdi. Endi bu ahvolni Enver Shah Keşmiri rahmetullahi alayh sifatlab kelib, bu yerda Resulullah'ni ko'rib turib, Resulullah'ning aroq ichgan xitobni qilishi balkim bu odamning qilgan qabih qilmishiga Resulullah'ning aytliqi bek yomon ko'rib, ayib ko'rib, buni tanqidlab da'vat qilgan gap bo'lishi mumkin. Ogohlantirib. Chunki inson o'zi yaxshi shaklda bo'lsa, yaxshi tush ko'rdi, yomon holatda bo'lsa, yomon tush ko'rdi deb ma'vu jihatdami tushundigan. Bu tushga nisbatan yana bir avvalni qistirib o'tibdi. Hindistonda shu mezgilda Angliya bisvaga vaqtlar hamda Hindistonda bir odam tush ko'ribdi-da, Peygamberimizni ko'ribdi, lekin Peygamberimizning beshida inglizninki qolib holatni ko'ribdi. Bundan bir xil ichi siqilib hayron qolibdi-da bu tush ko'rgan odamniki. Bu qanday bo'lib ketdi deb shu vaqtida Mevlana Kankuhi degan bir ulamo bor Hindistondagi eng buyuk allomalardan bo'ladi. Bu odamniki qishig'i berib, mush ahvolni bayon qilgandan keyin xat yozib, bu odam javoban Nasaralarning, Xristiyanlarning islom dinini ustidan, musulmonlar ustidan g'olib kelganlikninki isboti deb shundoq ta'bil bergan deyiladi. Enver Shah Keşmiri mushuni bayon qilib o'tibdi bu yerda. Bu tushlarga nisbatan ilib etgan vaqtida Enver Shah Keşmiri'ninki amaliy misollardan elish orqali bu hadisni to'liq go'zal ravishda tushunganligining isboti. Hamda ulamolar orasida hamda tushdig'i payg'ambarimizni ko'rgili bo'ldi.
Ameliyatda uyg'oq holatdami Rasulullohni ko'ngil bo'lamdi degan jihatdami ulamolarning bir qism misollarini olibdi. Bu toza odamni gangirtib qo'yilgan masala. Hatto Imom Suyutiniki ayni vaqtida 22 qatim payg'ambarimizni ko'rganligini bir qism hadislarni shu Rasulullohni ko'rib to'g'rilaganligini qayd qilibdi. Hatta İmam Suyuti rahmetullahi aleyh'nin huzuriga shu vaqtdagi bir katta bir ulamo qishig'i kelib, shu davrdagi Misrning sultoni qishig'i berib, bir shafaat qilish, bir elchi bo'lish asosida bir o'tingan bo'lsa-mu, Imom Suyuti rad qilgan deydi. Amaliyotda bu ikkilarning orasida xil do'stona munosabat va ulamolar ekan. Bu nemishqa bunda unamaysiz deb so'rsa boshqalar. Men bunda qilsam qat'iy bo'lmaydi. Chunki men payg'ambarimizni nurg'on qatim ziyorat qilgan. Payg'ambarimizning qishiq bo'lgan, ya bu yerda uyg'oq holat ko'rgan demoqchida bu yerda namda. Men buningga bu maqomga loyiq bo'lishimda meniki hech qanday meni bu darajaga ko'targidek yaxshi amalim yo'q. Faqat men hayotimda podshoh sultonlarniki qishig'i berib boqmagan. Balkim shu qilmishim Allohga yarab payg'ambarimiz bilan meni ko'rishtirgan bo'lishi mumkin. Deb bu adam shafaatga bog'liq unmagan deydi. Hatta bundan boshqa İmam Sha'roni degan bir olimniki payg'ambarimizni ko'rib Buxoriyni shu 8 do'st bilan birga o'qiganligini, hatta bularning hammasining ismi tizimligini o'taganligini xotirlab kelib, Anvar Shah Kashmiri payg'ambarimizni shu o'ngida ko'rishmi haqiqat buni inkor qilish nodonlik. Chunki Sahih Muslimning yana bir rivoyatida hadisda meni uyg'oq holatda ko'rdi, ya'ni o'ngida ko'rdi deb mandaq hadis rivoyat qilingan yana bir rivoyatda deb hatta shu emas o'ngida ko'rishmi imkoniyatlik avval debdi. Ammo lekin bu o'ngida ko'rish masalasi yaqinqi davrda Misrlarda masalan ulamolar orasida xili Misrdagi ayni vaqtdagi muftisi bu masalani masalan bo'ludi, bu imkon vujudga chiqadigan bir avval deb qo'yib, nurg'un islom dunyosida g'ulg'ul qo'zg'agan. Bu masalani avom xalqi deyishga toza odam jur'at qilolmaydigan masalalarning biri. Chunki bu amaliy bir avval emas. Endi bu tushida ko'rish masalasi bo'lsa, payg'ambarimiz tushida ko'rish masalasi bo'lsa, bu Allohning shu insonga bergan bir in'omi, ikromi, shu mo'minga berilgan bir bishorat bu. Nimishqa degan vaqtida payg'ambarimizni tushida ko'rish u bir sharaf, bir muborak bir tush bu. Hem bunun ustiga bu yaxshi tush hamda ayni vaqtdagi masalan qilib qolgan, vahiydan qilib qolgan eng kichik bir haqiqatniki bir bishorat bo'la oladigan bir qarina, bir kontekst hamda jipuchi deymiz buni. Yaxshilikning jipuchi. Eng muhimi Allah subhanahu wa ta'ala bizni yaxshi tushlarga nisb etsin. Allah Ta'ala yaxshi tushlarimizni mush dunyoda va oxiratda amaliy ko'rganishning natijasini ko'rgan nisb etsin. Ve sallallahu ala nabiyina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.